Bu quyosh panel sistemamiz har oy yoz oylarida 7-8 million so'mgacha daromad olib kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Bu obyektimizga, bu xonadonimizga ham umumiy hajmda 50 kilovatli quyosh panel tizimini o'rnatib berganmiz. Hop, bu panelimiz hammasi Longi brendiga tegishli Xon Haymo markasida bo'ladi va bu panellarimizni ishlab, 10 grid tizimida energiyasini sotish uchun DEni 50 kilovatli invertordan foydalanganmiz. Hop, hozirgi turgan panelimizda mana bemalol ustida turibmiz. Karkaslari qora temirdan to'qilgan bo'lib, bu tarafdagi va bu yoqdagi va umumiy oxirida joylashgan mana bu tarafdagi bo'limimizda ham hammasi shu darajada qilinganki, ustida bemalol yurish mumkin. Faqat ustalar yurishi mumkin. Hamma ham yura olmaydi. Hop. Yana bir ma'lumot o'rnida hamma panellar ishlab turish uchun 1/6 PV yonmas kabeldan foydalanganmiz. Bu bizni ishimizni doimiy mustahkamligini, ideal montajda va xavfsizlikda 100% ta'minlab beradi. Yana sizlarga tanishtirish mumkin bo'lgan narsa, hop, umumiy hajmda har bitta panelni o'rnashi, quyosh turishi, fasl, joy, lokatsiyamizga juda ham bog'liq bo'lgani uchun doim bizda professional ustalar ishlab keladi. Panellarning gradusi har bitta tomda joylashuviga va quyoshni ertalab, obedga va kechki holatiga moslashtirib o'rnatib berilgan. Yana bir ma'lumot o'rnida, bu panellarimiz hammasi kimnidir xabari bor, kimdadir yo'q. Panellar oldi-orqa ishlash qobiliyatiga ega, ya'ni nurdan, quyoshdan kelayotgan fotonlardan to'liq foydalanadi. Ya'ni o'sha quyoshdan kelayotgan nurni energiyaga aylantirish uchun panel qanchasidir issiqlikka yoki bir boshqaga poterya qilib yubormaydida, to'liq energiya ajratib chiqaradi. Bu bilan 100% energiya qanday ajralib chiqadi, sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, 50 kilovatli quyosh panel 1 soatiga 50 kilovat deyiladi asli va bu 1 soatda 45 kilovat nagruzka, ya'ni 1 soatda 45 kilovat energiya ishlab chiqaradi. Bu yozgi kunlarda. Qishki kunlarda bo'lsa, bulutli mana bunaqa havolarda ancha pasayadi. Bu haqida yana bir to'liq video qilamiz. Bu xonadonga 2025-yil mart oyida 27 kilovat hajmdagi quyosh panel stansiyasi o'rnatganmiz. Oradan 1 oy vaqt o'tib, yana 23 kilovat hajmdagi quyosh panel stansiyasi qo'shimcha ravishda o'rnatib berganmiz. Hop, bugunga qadar ushbu quyosh stansiyamiz 51 ming megavat, ya'ni 51 million so'm subsidiya ajratgan. Bundan iste'moldan, o'zlarining ehtiyojlaridan ayirib tashlaganimizda 43 million so'm xonadon egalariga foyda olib kelgan. Sizni ham qiziqtirgan savollaringiz, muammolaringiz yoki qandaydir tushunmovchiliklar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Agar o'rnatish niyatingiz bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.